do'stlar, mana o'sha Alayn kubogi topshirish marosimi uchun yana efirga qaytdik. Do'stlar, mana Alayn kubogi o'rtoqlik turniri bo'lishiga qaramay, mana boya aytganimdek, Cannavaro uchun sovrin. Shu kadrlarni yana bir bor tomosha qilish uchun efirga qaytdik va mana Champions yozuvi bizga juda ham yarashib turibdi. Nasib qilsa, hali katta g'alabalar oldinda. Kubok bilan surat, mana shu kadr uchun qaytdik. Kubok bilan surat uchun qaytdik. Biz o'rtada shu onlarni ham e'tiboringizga havola etaman. Tomosha qilib, oxirigacha kuzatib boring. Bu yog'i no comment do'stlar.